Assalomu alaykum, Daryo kanalining qadrli muxlislari, barchangizga xayrli oqshom tilagan holda bugungi suhbatni boshlaymiz. Bugungi suhbatdoshim go'zal, latofatli aktrisa Zahro Mirzayeva bo'ladilar. Assalomu alaykum Zahro opa. Va alaykum assalom. Xush kelibsiz Daryo studiyasiga. Xushvaqt bo'ling. Qanaqa kayfiyatlaringiz? Kayfiyatlarim yaxshi, xudo xolasa bugun bemalol, ochiqdan, dildan suhbat quramiz degan niyat bilan keldim. Inshaalloh. Juda ko'pchilik atrofimdagi insonlarga bugungi suhbat haqida aytdim. Chunki Zahro Mirzayeva shu kungacha katta intervyu bermagan ekanlar. Ko'rsatuvlarda ishtirok etgansiz, lekin sizni shaxs sifatida ochadigan bir intervyular yo'q. Shu aktrisaga qanday savollaringiz bor deganimda ko'pchilik negadir rollaringiz bir tomon bo'ldi-yu, vaynlaringiz oxirigacha qilayotgan ijodingiz bir tomon bo'ldi va u ko'proq tosh bosdi. Ko'pchilik uni kuzatayotgan ekan demak. Nega bu sohani tanladinglar? Sohani demaylik, bu yo'nalishda nega ijod qilyapsizlar? Bu yo'nalish ham aslida bizni sohamizga begona emas. Bu yerda ham xuddi aktrisalik faoliyatimni nima deydi, namoyish qilyapman. Bu faqat boshqa yo'nalishda. Bu yerda men erkin ijodkorman. Tarmoqda, ijtimoiy tarmoqlarda erkin ijodkorman. Xohlagan rolimni ijro etaman. O'ylab yurgan va kutayotgan rollarimni ijro etaman, xarakterlarni beraman shu. Aslida Instagram tarmoqlarida shu Vine deydi hozirgi kunda. Vine'lar boshida chiqqanda, to'g'risini aytsam, menga ham xuddi bir bachkanadek tuyulgan. Nimaga, voy, shu ham baribir dildan o'ynamayapti, yurakdan o'ynamayapti, mantiqqa to'g'ri kelmayapti. Tahlil qilardim aktyor sifatida. To'g'risini aytsam, bitta ko'rsatuvga bordik biz. Bir necha yil oldin Yangi yil shousi bo'ldi. O'sha shouga borganimizda hozirgi bizani chaqirishdi, shu san'atkorlarga anaqa qilib berasiz, chiqadi deb qarsiy chalishga chaqirishdi, qarsiy chalishga biz aktyorlarni. Bo'pti dedik, biz bordik. Borib boshida qarsiy chalib o'tirsak, bu yoqdan blogerlar kirib kelishyapti. Blogerlar kirib kelishdi-da, bizlar, "Voy, turinglar, bo'ldi, rahmat, sizlarni choy ichib o'tiradigan joyga boringlar, o'sha yerda choy ichib o'tiringlar" dedi. Menga yomon ta'sir qildi shu narsa. Tasavvur qilasizmi? Biz qancha vaqtimizni shu qarsiy chalib, shu san'atkorlar anaqa qiladi, nima edi, san'atkorlarga qarsiy mayli, shu qarsiy chalib xursand bo'lib kayfiyat bilan ketamiz desak, bizni turg'izib yuborishdi ularni ko'rib. Menga yomon alam qildi. Shunaqa chiqdimda estakatini menga yomon alam qildi desam, e'tibor beraman dedilar. Yo'q dedim. Men bunaqa o'zim hech ham tasavvur qilmas edim dedim. Va shu narsa bo'ldi, demak, men o'zimni blogimni yuritishim kerak ekan. Ijtimoiy tarmoq hozirgi kunda ko'p masalalarni hal qilar ekan, har jihatdan dedim. Nima deydi? O'sha nima edi, taqqoslash bo'yicha ham ijtimoiy tarmoqlarda nima edi, zvizda bo'lganlar hamma yoqda zvizda bo'ladi degan xulosa keldi o'sha paytda. Professionallar qanaqadir pastga tushib ketayotganda, masalan, professional aktrisaman. Sizni atrofingizda boshqa professionallar ham bor edi. Boshqa professionallar, teatrdan aktrisalar kelgan, aktyorlar kelgan. Lekin biz hech kim bo'lmay qoldik-da blogerlarning oldida. Bu narsa alam qildi. Endi alam qilgandan keyin nima qilasiz? O'tirmaysiz-ku. Zamon senga boqmasa, sen zamonga boq deyshadi. Men aytdim, bizni qo'limizga kelmaydi. Bezda ketdim. Vayni qilish desam, qo'y biz professional aktyorlarimiz, bizga to'g'ri kelmaydi. Bizni shogird, men o'zim shogirdlarimga unaqa bachkana narsalarga aralashib, biz bachkana bo'lmaymiz dedim. Biz professional yondashamiz. Keling biz yo'nalish tanlaymiz deb ikkalamiz bu borada ko'p biz bahslashdik, tortishdik. Keyin o'sha paytda keyin bo'pti dedilar, mayli, san uchun, faqat sani anaqangga, sani bloging uchun ishlab beraman dedilar. Biz retro yo'nalishini tanladik va shu multfilmlardan, kinolardan, men o'zim baribir retro kinolarni yaxshi ko'rasiz, suymagan odam o'zi yo'q. Ular ancha Hind filmlari, hammasi. Hind filmlari hammasi. Bu narsalar bora-bora yo'qolib ketayotgan. Hozirgi yoshlardan so'rasangiz, o'sha kinolarni deyarli bilishmaydi.
aytdim keling eslatamiz ularga deb retro yo'nalishini tanladik qildik. Endi boshida bir ko'pchilik maqtadi, o'zimiz muxlislarimiz maqtadi, lekin hammaga erish tuyuldi bu narsa. Go'yoki biz bachkanalikka qo'l urgandek bo'lib qoldik ular nazarida. Hattoki bizni kasbdoshlarimiz ham shunaqa deyishdi, xotin nima bekor unaqa qilishdi, men bilan hurmat qilar edim, essiz deyishdi boshida. Keyin men ko'tara olmayman dedilar. Men ham tanqidni ko'tara olmayman aslida. Keyin aytdim, ha gapirishaveradi, birovni gapi bilan yashasak yashayveramizda. Keyin bu to'satdan o'sha Zita Gitadagi Kavshaliya obrazini olib chiqdim. Bu shunchaki 5 minutda telefonni shundoq qo'yib, o'sha holatga kirib, asl o'zi nimasi audiosini qo'yib, ustidan o'ynab berdim. Va bu narsa bizni ikkalamiz to'pga olib chiqdi. Va bora nima deydi? Yana ham vaylikka mehr muhabbatim oshdi. Lekin bitta narsani aytaman, bu ham professional yondashuv bor. Ishimizga baribir professional nazar qilamiz, har ssenariy yozamiz, o'tirib ikkalamiz. O'sha ssenariyga mos ijro etamiz. Zahra, bu faqatgina o'sha holat sizga ta'sir qildimi? Endi yashirish kerak emas. Bugun suhbat avvalida kelishib oldik, ochiqchasiga gaplashamiz deb. Endi sir emasda, avvalgidek bilmadim, balki avval ham bo'lgandi, lekin hozir professional aktyorlarning darajasi biroz tushgan, keyin moliyaviy jihatdan to'g'ri. To'g'rimi? Bir tomondan shu ham bo'ldi. Nima bo'ldi. uchun bloger bo'lyapti professionallar? Pul uchun. Yashirmaymiz buni. Yashirmaymiz. Agarda professional aktyor sizni birorta rolga taklif qilishsa, bilmadim qancha berishadi, 500 ming berishar, 600 ming berishar, lekin bir daqiqalik reklamani o'zingiz bilasiz, kamida 500-600 dollarga suratga olib blogga qo'yib berishadi. Kamida. O'rtasida juda katta farq bor. Mehnatni ham qarang. Mehnat ham unaqa nima emas, lekin biz mehnat qilamiz bunga ham. Bilasizmi, to'ppa-to'g'ri aytingiz, bu narsa ham sabab bo'ldi. Seriallarga taklif tushdi o'sha 2 yil oldin. 2 yil bo'ldimi? 1,5 yil bo'ldi. 2 yil bo'ladi yaqinda boshlaganimizga. Seriallardan, novellalardan, hamma yoqdan taklif tushyapti-da. Lekin aytsak juda ham kam gonorari. Qancha? O'sha paytda hattoki bilasizmi, yo'l beramiz, kelib keting, mana shu rolni o'ynagani deydiganlar ham bo'ldi. 300 ming so'm beramiz kuningizga deyishdi o'sha kun, o'sha paytda. Endi tasavvur qiling, kostyumni o'zim olsam, polni kostyum ko'tarib beraman ikkitaman shundoq. Yo'lkira sarflasam, mehnatim hech qancha bo'lmay qoldi-da. Bu xarajatlarimga sarflayman-da, mehnatim va oilamga olib keladigan daromadim hech qancha bo'lmay qoldi. 3 ta farzandingiz, ro'zg'oringiz bor. Ko'chaga chiqdimmi, ishlagani chiqqan odam daromad uchun chiqadi-da. Bora bu narsalar, endi to'g'ri, hozir novellalar yaxshi beryapti. Hozir bizni ko'nglimizdagi har nima yo'l kiramizni, kostyumlarimiz, boshqa narsalarimiz qoplayapti ozgina bo'lsa ham. Lekin u paytda unaqa emas edi-da. Zo'rg'a yetkazardik. Mashunda. Shunda ham yo'q demaymiz. Kasbimizga fidoyimizda baribir. Yo'q demaymiz. Nima bo'lsa ham rulsiz qolib ketmaydi deymiz. Boraverdik. Bu narsa ham ta'sir qildi, to'g'ri aytdingiz. Bu narsa ham ta'sir qildi. Endi bu ham bir biz uchun daromad. Sohamizdan chiqib ketmagan holda ishlayapmiz-ku. Tushunarli. Opa-singillar seriali sizni qaysidir ma'noda aktrisa sifatida kashf etgan. Fishka bo'lib qoldi menga. Ha. Ming afsuski o'shandan keyin odamlarning yodida qoladigan rolingiz qolmabdi. Lekin undan keyin juda ko'p rollar ijro etgansiz. Mana hozirgi kunda aytaylik, haftada 1 marta yoki 2 marta sizni Oynai jahonda ko'radi tomoshabin. To'g'ri. Lekin eslab qola olmayapti. Nima uchun? Bir tomondan unaqa serial chiqmadi. Chiqmadi. Undan keyin qancha seriallar chiqdi. Hozir masalan, men eslay olmayman undan keyin qanaqa yaxshi serial chiqqanini. Birinchidan, serial o'zi populyarni bo'ldi. Ikkinchidan, birinchi meni fishkam bo'lib qoldi-da, o'sha meni Zahro Mirzayeva qilib olib chiqdi-da, opa-singillar serialidagi o'sha Durdona qahramonim. Bu men uchun obraz bo'ldi. Har bir aktyorni
hayotida bitta obrazi bo'ladi. Obrazi va hamma o'sha obrazi orqali taniydi. Men shuni niyat qilib institutga kirganman. U paytda kirmaganmi deysiz? Institutda o'qimasmi? Yo'q, o'qib tugatib shu maqsad bilan kirganman va shu maqsadim opa-singillar seriali orqali erishganman-da. Mani obrazim bo'lib qolgan. To'g'ri, xilma-xil rollar ijro etyapman. Zo'r ssenariylarda ham ijro etyapman. Endi bu narsani men ham tushunmayman. Nimagadir mani boshqa faqat shu salbiy rolda zo'r o'ynaysiz, lekin ana opa-singillarda va shu boplab qo'ygansiz deyishadi. Bo'lmasa ikkinchi darajali rol. Ikkinchi asosiy daraja rol emas. Lekin odamlarni yodida qolgan ekan. Men kutmagan edim bunaqa chiqadi deb, chunki rejissyorimiz talablari juda katta edi. Kichkinagina rol bergandilar o'zi. Kichkinagina rolida shu Zahroda dedilar juda ayyor bo'ladi, lekin men ayyor desam, bunaqa qilib o'ynab bermang. Shunaqa ayyorligingiz ko'zingiz aytib tursindirdilar-da. Men bu rol uchun kecha kunduz o'ylanardim, chunki rejissyorimiz juda ham talabchan, bilasiz. Ssenariy ham zo'r yozilgan. Keyin aytdilar-ki, o'sha Klon serialidagi Alisiniyani bilasizmi dedilar. Ha, desam, qarab turganini hech ko'rganmisiz? Qarab tursa ham o'sha hiylasi, o'sha bilinib turadi, o'shanaqa obraz kerak degandilar. O'sha tushuncha qolib ketdi deb. Shu bilan ko'p joyda deyarli salbiy rollarga chaqirishadi. Ijobiy rollar ham o'ynayman. Lekin kamdan kam tomoshabin nimagadir qabul qila olmaydi meni ijobiy qahramonligimni. Lekin qiyofangizdan umuman salbiy qahramonga o'xshamaysiz. Insonga demoqchiman-da, bir xillar masalan, hayotda juda ijobiy inson, mana yaxshi bilasiz, Muqaddas Xoliqovani. Lekin yuzlarida qanaqadir salbiylik seziladi. Bir xil insonlar o'zi shunaqa-ku, lekin gaplashib ko'rgandan keyin uni tamoman boshqa inson ekanligini bilasiz. Lekin sizda men bu narsani sezganim yo'q. Bilmadim. Ko'pchilik o'sha shunaqa gap gapirishadi. Ko'pchilik aytadi. Zahro opa, siz hayotda boshqacha ekansiz. Rollaringizda nimaga unaqa boshqachasiz? U rol. Men kirishib ketaman, u rolga shunaqa kirishib ketamanki, chiqolmay qolaman ba'zida. Ba'zida chiqolmay qolaman. O'sha rolimda yashab yuraman. O'sha kun bo'yi. Zahro opa, o'zi san'at sohasini tanlashingizga nima sabab bo'lgan? Oilangizda san'atkorlar yo'q? Yo'q. Oilamda san'atkor yo'q. Shu maktab yillarimda menga to'satdan rol berishgan. O'sha g'azalxonlik konkursi bo'lganida o'qituvchim "Sen g'azallar chiroyli aytasan, ovozing chiroyli" deb meni o'sha konkursga olib shunday tiqib qo'yganlar. O'shanda Guli obrazini olib chiqqandim, Navoiyning o'sha sevgan yori. Guli obrazini olib chiqqandim Navoiy bo'lgan yorimda. O'shanda menga o'qituvchim birinchi o'rinni olganmiz. O'qituvchim, "Sen shunaqa zo'r o'ynab berding. Men qoyil qoldim. Hali repetitsiyalarimizda bunaqa o'ynamagan eding" dedilar. Shu sabab nimagadir aktrisalikka mehrim uyg'ondi. Misol gimnaziya maktabida o'qiganman. Til adabiyot sohasiga ixtisoslashtirilgan. Mani oyim doktor bo'lasan dedilar. Hattoki med kollejga ham topshirganman. Miyamda shu nimagadir shu aktrisalikka mehrim uyg'onib ketdi. Men bora faqat o'sha maktabni eng yaxshi aktrisasiga aylanib qoldim. Nima rol bo'lsa beraveradigan aktrisasiga aylanib qoldim. Hattoki o'qituvchim o'sha med kollejga topshirganimda xato qilsa, hali ham olaylik dokumentingni, san'at kollejiga topshiraylik degandilar. Shu imtihondan bir kun oldin olib san'at kollejiga topshirganman. Ota-onangiz qanaqa qarashgan bunga? Ota-onam boshida jahlari chiqishdi. Lekin o'qituvchim kelib tushuntirdi, sizlar tushuninglar, bu zo'r aktrisa bo'ladi. Ham ovozi bor, ovozi chiroyli, ham rolli ijro etadi, sizlar tushuninglar. Bu soha bir kun armon bo'ladi, o'shanda sizlar ayblaydi deganda oyim mayli, baroqa dedilar. Oyim nima qildilar? Lekin o'shanda ham ishonmaganlar to'liq. Yo'q. Institutga kirishimga san'at kollejini tugatsa bo'ldi. Endi turmushga berib yuboramiz, shu bilan aqlasa bo'ldi, bo'lmasa bo'lmadi. O'ylaganlar, lekin men o'sha kollej davridan shu institutga tayyorgarlikni boshlaganman. Kollej paytida ham o'tirmasdim-da, yaxshi rollarni ijro etardim. Eng yaxshi rollar meniki bo'lgan paytda ham
qanaqa man tanlamasdim rol. O'sha yosh qiz bo'lsam ham o'sha kampirni o'ynaysan desa kampirni o'ynashga harakat qilardim. Ham hayron qilardim men kampir bo'lib chiqqanimga. Keyin kursdoshlarim aytishardi-da u paytda. O'sha kampir bo'lishga uyalmaysan-ey, Zahro. Juda endi grimlarni ham o'zim qilib, shu qop-qora qilib sochlarimni oqartirib shunaqa qilardim-da. Misol 16-17 yoshli qiz kampir rolini ijro etib, hassalar bilan chiqib ijro etardim. Hamma qoyil qolishardi anaqalarim. Kursdoshlarim, uyalmaysan, sen uyalmaysan-da hech narsaga deb. Shu keyin bu narsa mana shu san'at institutiga kirishimga turtki bo'ldi. Zahra, bu Toshkentga kelib ochig'ini ayting, hafsalangiz pir bo'lib qolmadimi san'atdan? Chunki kollejda eng zo'ri bo'lasiz, lekin institutga kelganda sizdan zo'rlar borligini ko'rasiz. O'shanga harakat qilganman. Birinchi qadamimda kelganimda 9 ta qiz, 20 nechtadir o'g'il bola. Shundoq kirdim. Zo'rlardan ham zo'rlari-da, hamma zo'rlar yig'ilgan. Mani oliy maqsadim men shularning ichidan ham ajralib turaman. Zo'ri bo'lmasam ham ajralib turaman degan maqsadim bo'ladi shu payt. Kechalari bilan ishlardim. Bezod aka, umr yo'ldoshim, assistent bo'lganlar bizaga. Kechasi 9 desa ham ovqat yemasdan ishlardim. Shu etyudlarni hamma etyudlarda bor edim. Men harakat qilardim. Yoshligimdan shu intiluvchan, yaxshi bo'lishga, hammadan ajralib turishga bo'lgan intiluvchan hozir ham bor edi. Chunki sizni zo'ringiz yo'q edi, zaringiz yo'q edi, to'g'rimi? Kimdir podдержка qiladigan, ana qo'llab-quvvatlaydigan odamingiz bo'lmaganda. Bo'lmagan. Hech kim podдержка qilmay, hech kim podдержка degan narsa u paytda men tushunmasdim. Men yaxshi ishlasam, rolim zo'r chiqsa bo'ldi degan xulosa bo'lardi-da. Va shu bilan men xudo xolisa o'sha cho'qqalarga chiqib kinolarda o'ynayman degan o'sha orzular bo'lardi. Turmush o'rtog'ingiz bilan tanishuvingiz qanaqa kechgan? Endi tomoshabinlarga tushunarliroq bo'lishi uchun aytaman, Bekzod aka sizdan bir necha kurs avval bitirganlar institutni va bakalavrda o'qiydigan talabalarga assistentlik qilganlar, ikkinchi ustozlik qilganlar. Ikkinchi ustozlik qilganlar. O'sha birinchi kurs magistraturani tugatganlarida o'sha assistent bo'lib, biz birinchi kursga qadam bosganimizda o'sha tugaganlar. Birinchi ko'rganimda o'sha auditoriyaga kirganimda shundoq qarasam, oldida, domlani oldida bitta chiroyli kelishgan, bitta yigit turibdilar. Oh, dedingiz. Shunda qaradim, bular ham ustozimiz ekan dedim-da. Haligi bestakam og'ir bosiqligi meni qanaqadir menga kalandimo odamdek ko'rinardi. Hozir ham ko'rsangiz odamlar shunaqa deydilarki, ichidan shunaqa mehribon odam. Hozir ham ko'rinishlari shu nima deydi, kalandimo odamdek ko'rinadilar-da. Shu ko'rinishim, gapirsam ham, gapirib bir narsani tushuntirmoqchi bo'lsam ham, bitta javob bilan javob berib qo'yadilar-da. O'sha paytda yo'qmasdi shu fe'llari menga. Keyin bora-bora yo'qmay qoldi. Qanaqadir nimagadir yo'qmay qoldi shu odam menga. Lekin shunday bo'lsa ham menga yaxshilik qilaverardilar-da. Etyudlarda Zahro, siz mana shu rolni yaxshi o'ynaysiz deb meni etyudlarga chiqaraverardilar. Qanaqa etyud bo'lsa ham meni ustimda rosa ishlardilar-da o'sha paytda. Keyin bir kuni 7 ta etyud bo'lsa, 7 tasida ham borman-da benefisda. Shunaqa xursand bo'lib ketaman domlalardan, shunaqa nimalar eshityapman, rahmatlar eshityapman, оживление предмет, o'sha jonsiz harakatlarim ham yaxshi zo'r chiqqan, etyudlarim ham zo'r chiqqan, hammasi ko'zimga shunaqa chiroyli zo'r yigit bo'lib ko'rinib ketganlar. Bestakam shunday chiqib qo'llarda o'sha voy rahmat Bekzod aka deganman. Arzimaydi deb o'tib ketganlar-da. Shundan keyin men Bekzod aka deb orqalaridan yurardim-da, Bekzod aka ishlaylik, Bekzod aka endi nima qilamiz, qanaqa etyud qilsak bo'ladi. Shu ular aslida mehribon inson ekanliklarini bilganman. Bir kun shu yotoqxonamizda hamma kursdoshlarimiz yig'ilib jigar qovurishdi. Jigar olib kelishdi. Endi o'sha paytda talabalar jigar qovurib yeyishi endi bayram ekan demak. Bilasizmi, qanaqa bayram bu? Yangi yil bo'lgan. Jigar olib kelib qovurishdi. Men shu qaysi nima darsni tayyorlayman deb shu yerdan qolib ketdim men.
hech kim chaqirmagan ham. Misol yotoqxonamiz bilan institutimiz bir qadam bo'lgan. Keyin obeddan keyin men auditoriyadan chiqib shunday kelyapsam, jigar qalay bo'libdi Zahro dedilar. Qanaqa jigar dedim. Sizga berishmadimi qizlar dedilar. Yo'q dedim. Dedilar. Hazillashmang dedilar. Vaqt nima hazillashaman yegan. Men endi chiqyapman dedim. Men ishlab chiqyapman desam, dedilar-da. Voy, nahotki bitta o'zingiz qolib ketdingizmi dedilar. Ha desam, ertasi kuni Behzod aka jigar qovurib xonamga olib kirib berganlar. Ana. O'shani juda mehribon aytmoqman, hayotda mehribon insonliklari meni o'ziga jalb qilganda. Mehribon, saxiy, saxovatpesha insondilar. Oila qurishni kim taklif qilgan? Men deysiz, Zahra opa. O'zi sevgi izhorlari ham g'alati bo'lganda, to'g'risi biz unaqadan lisensiyadan chiqib kelayotsam, sizga mehrim tushib qoldi deganlar. Voy, unaqa narsalarni tushirib yurasizmi? Tushirmay oling deganman. Hazillashib yurardi-da. Keyin jahl qilib tepaga chiqib ketdilar. Men 2-etaj turardim, ular 3-etaj turardilar. Yotoqxonada. Yotoqxonada. Voy dedim, men nima yomon gap gapirdim dedimda. Chiqib ketib, keyin rosa o'ylandim. Qarasam gapirmayaptilar. Bu yaxshi emas dedi Behzod aka. Nima dedim, nima yomon gap gapirdim desam. Ikkalamiz Anhor bo'yida gaplashib ketganmiz. Keyin endi o'zim ham ko'nglim bor edi. Men uchun nima deydi? O'ylaysiz-ku, qaysidir bir insonni, orzuyimdagi insonim, ham kasbdoshim bo'lsin, ham yaxshi diplomli, o'qigan, har tomonlama fikrlashi, dunyoqarashi mendan bir pog'ona balandda tursin degan anaqalarimga nima deydi? O'ylab qo'ygan yigitga mos kelar ekan. O'sha yigitga mos kelar ekanlar-da. Keyin bir kuni aytyaptilar, Zahro, oyim kelyaptilar Andijondan, uyingga sovchilikka boradilar. Voy dedim. Nimaga aytma desam. Mana aytayapman-ku dedilar. Buni planlashtiradi. Men sovchi jo'nataman, senga uylanaman demadingiz-ku desam. Ha, endi ota-onalarimiz bir kelishib olsa, keyin uylanaman-da. Undan oldin qanaqa uylanaman deyman senga dedilar. Men hech qachon va'da bermayman. Amalga oshsa undan keyin ana qilaman, harakat qilaman dedilar-da. Ha, bo'pti dedim. Endi uydagilarimga qanaqa tushuntirishni bilmayman. Andijondan Navoiyga sovchilikka ketishyapti. Kilometr, 1000 kilometr joyda. 1000 kilometr joyga voy qanaqa aytaman deb. Oyim, yo'q, kelib o'tirmasin. Men u yoqqa beradigan qizim yo'q. Unaqa dedilar. Endi bularga aytmadim. Men hech narsa demayman, bilmayman. Kelib o'tirmas ekansiz deyolmaysiz-ku hali yigitga. Xolajon bilan Zamira begim Qulova bilan boryaptilar. Yo'qqa. Keyin borganlarida oyijonim shunaqa bir mehrli ayollar, qaynonamlar yoqtirib qolishib, gaplashib, non sindirib kelishdi. Biram oson bitdi hammasi. Zahra opa, qaynonangizlar hech aktrisani kelin qilmayman demaganmikinlar? Yo'q, ko'rmaganmiz. Yo'q, unaqa eshitmaganman, hech unaqa. Rollarimni nabort yaxshi ko'radilar. Hamma rollarimni gohda telefon qilib qo'ysalar ham, voy taqdirlarda chiqmay qo'ydingiz-a, nimalar chiqmay qo'ydingizmi deydilar-da. Kuzatadilar. Ha, kuzatadilar, chiqmay qo'ydingiz-a deb. Yo'q, bo'vadi jon, chiqyapman deb. Hali chet elda bo'lsalar ham barib ko'radilar-da, Amerikaga borib keladilar orada. O'tda ham kuzatadilar va duo qiladilar, duolarda rollaringlar ko'p bo'lsin, er-xotin rollarini ko'p o'ynanglar deb duo qiladilar. Lekin unaqa qarshilik bildirmaganlar. To'y bo'ldi, oila qurdinglar. Bundan buyongi hayot qanday ketdi? To'yimiz 3-kursni tugatganimda bo'lgan, 4-kursda o'sha o'g'lim, katta o'g'lim sunnatulloh tug'ilgan. Tug'ilishi bilan biz hattoki ijaraga chiqishga ham sharoitimiz yo'q. Ijara pulini yetkaza olmasligimiz aniq. Meni Andijonga jo'natvardilar. 2 yil yoqda men qaynonamlar bilan yashadim. Men dedilar, bu yerdan o'sha Hadrada san'atkorlar uyidan to meni navbatim kelib joy olmagunimcha o'sha yerda yashab turasan dedilar. Hadrada ham joy olish u paytda juda qiyin bo'lgan. Keyin 2 yil o'tdi. 1 yildan keyin ham so'radim, oradan vaqt o'tdim, qachon men Toshkentga boraman.
qachonman Toshkentga boraman. U yoqda ham musiqa maktabida dars berganman, u yoqda ham aktyorlik yo'nalishida. Keyin bu yoqdan men aytdim, yo adasi, yo men boraman Bekzodga, yo umuman yashamaymiz dedim. Shunaqa o'sha qarorga keldim nimagadir. Va shu yerdan kvartira topdik. Hadirida bo'lmadi. Bizga to'g'ri kelmadi sharoit. Kvartira topdik. Bekzodga cho'chidilar. Men bola bilan qo'rqaman. Bu yoqda seni qiynab qo'yishdan qo'rqaman. Bekzodga biz turmush qurdikmi? Qiyinchilikni birga yengishimiz kerak. Men ham ishlayman, men qarab turmayman. Men og'irimni solmayman sizga. Misol o'zida meni ota-onam yaxshi o'stirganda, hech narsaga zoriqtirmay, aytganimizni qilib o'stirgan qizman. Endi hamma narsani noldan boshlayapman. Hattoki choy qaynatishga choynagimiz yo'q edi. Bunday batrushka bo'lar. O'shanda qaynatib choy damlardik. Mana shu noldan boshlab kvartiralarga chiqdik. O'g'limizni tashab keldik. Chunki bu yoqda bog'chaga berishga ham sharoitimiz bo'lmagan. Eski bir hovlichada egalari ham bor edi. Biz ham bir xonada ikkalamiz yashadik. Va shundan qiyinchiliklar bo'ldi. Lekin bilasizmi, qiyinchiliklar insonni tarbiyalaydi, kuchli qiladi. Bekzodga men hech qachon nolimaganman, qiynalyapmiz, unaqa nega bunaqa yashaymiz demaganman. Nima uchun? Bekzodga erkaklarning gapi bo'ladi, gapga, o'tirishlarga hech narsaga bormasdilar. Agar o'sha yerdan menga bir kosa osh olib kelishga imkoniyatlari bo'lsagina borardilar. Bo'lmasa bormasdilar ham. Qayerda nima yesalar, yarmisini uyga olib kelardilar. Gohida anaqa ham qilar, voy adasi shuncha odam oldida menga olib keldingizmi? Nima deb o'ylaydi derdim-da. Lekin olib kelardilar. Men yegan narsani Zahro ham yeyish kerak deb. Mana shu narsa meni hech qachon nolimaslikka undagan-da. Qiyinchiliklar bo'ldi. 10 yil ijarada yashadik. 6 ta kvartiraga ko'chdik. Har bitta kvartiraga ko'chish alohida mavzu. Voy, alohida mavzu. Uy topish ayting. Ham ikkinchi o'g'limiz tug'ildi bu orada. Bog'chaga yaqin bo'lish kerak. Ishxonalariga hali avtobusga boradigan yo'l bo'lish kerak. Har tomonlama bo'lish kerak. Ijara narxi to'g'ri kelish kerak. Bir xonali ijaraga alohida ko'chdik hali hovlichadan. O'tda ancha yashadik. Yana uy qidiramiz, yana uyda egalari chiqib ketdi, yana uy qidiramiz, arzonroq, remontsiz, lekin shu bizga cho'ntagimizga to'g'ri keladigan. Keyin shu oxirgi 6-uyimizda maqsad qildik, ko'chishdan oldin maqsad qildikda. Oxirgi chiqishimiz mana shu. Xudo xolasa mana shu uyda pul yig'ib, keyingisi o'zimizni uyimiz bo'lsin deb niyat qilib, duo qilib chiqdik va xuddi shunaqa bo'ldi. Oson bo'lmadi. Farzandlarimiz nima deydi? O'g'limiz u yoqda 6 yil yashadi, 1-sinfda o'tkazib, keyin olib keldik. Bu yoqqa moslashtirdik. Yaxshi yomon qiyinchiliklar bo'ldi orada, yetishmovchiliklar bo'ldi. Endi hammada bo'ladi. Zahra, bu farzandingizdan 6 yil ayron yashash juda qo'rqinchli-ku ona uchun. Qo'rqinchli deb o'ylaysiz. Men qaynonamga berib kelganman-da. Qaynonam mendan ko'ra yaxshi qaraydigan ona. Baribir sog'inasiz-ku. Boshda sog'indim. Lekin olib kelib, bu yoqda biz yegan narsa, biz hatto go'sht ham yemas edik-da. Bir oyda nima deydi, 5-6 oyda bir munchagina kolbasa kestirib olardik. Shu oshni ustiga to'g'rab solish uchun o'sha biz uchun eng zo'r go'sht. Go'sht qimmat bo'lganmi kolbasadan bilmayman. Shu kolbasani eslayman, munchagina eng so'rtpas kolbasani olardik-da. Keyin faqat tuxumli bo'lardi. Hamma ovqatimiz tuxumli bo'lardi. Men o'sha narsani bolamga ravo ko'rmasdim. O'ylardim, siqilardim. Qiyin bo'lgan bolamman uchun yashash. Lekin aytardim, u yoqda chunki qaynonam hamma sharoitni qilib berardilar-da. Ona mehrini eng ko'pini qaynonam berganlar. Shuning uchun ham ishonchli joyda edi.
man bu yoqda bog'chaga bera olmasdim-da. Bog'cha ham puli. Manacha ortiqcha anaqa edi-da, to o'zimiz tiklab olganimizcha. Opa singillar serialda o'ynagan paytimda birinchi seriyasida ikkinchi o'g'lim yo'q edi, ikkinchi seriyasida homilador edim, uchinchi seriyasida tug'dim chaqaloq bilan o'ynaganman. Qiyin bo'lgan u paytda ham. Gonorarimiz chiqishini oylab, yillab kutganmiz. Lekin xalq sizlarni taniydi. Hali shu gaplaringizni eshitib bitta narsani eslayapman-da, ko'p eshitaman shu san'atkorlardan. San'atning nomi ulug', suprasi quruq deyishadi. Ko'pincha odamlarni tasavvurida, tomoshabinlarning tasavvurida san'atkormi? Demak, u boy. Endi masalan, qo'shiqchi san'atkorlar bilan bizni bir xil bitta san'atkor deb o'ylashadi. Bitta san'atkor, lekin biz aktyorlarmiz. Ular qo'shiqchi san'atkor. Nomi ulug', surpasi quruq deyish qanchalik to'g'rimini bilmayman. Men kasbimni juda ham yaxshi ko'rganim uchun, kasbimni juda ham sevganim uchun bunaqa deb o'ylamayman. Masalan, oddiy bitta buxonka nonga pulingiz yetsa ham o'sha halol bo'lib kirib keladi-da yoningizga. Lekin har bitta aktyorda men talant bilan birgalikda omad ham bo'lishi kerak deb o'ylayman. Omad bo'lmasa aktyorda qiyin. Omad kelmasa qiyin. Ming talantli bo'ling, zo'rlardan zo'r bo'ling. Omad kelmasa bir tiyin. O'sha omadni kutib yashaydi har bir aktyor. Men ham yillar o'sha boshida o'sha Beshyog'ochda turardim. O'zbek film yayov yurib boradigan joy edi. Rasmlarimni o'zim uyda roldan olishga pulim bo'lmasa ham rasmlarimni to'plab kinofilmlarga probaga rasm jo'nataverardim. Massovkaga ham o'tmasdim-da. O'ylardim o'sha paytda nimaga men o'tmayapman, hech bo'lmasa massovkada ham o'ynamayman deb. Lekin Xudoy menga boshqa joydan omadni o'sha o'tirgan ekanda. Meni serialdan, endi mana bugunga kelib novellalardan omadim ekanda va Instagram tarmoqlaridan. Omad qayerdan kelishini bilmas ekansiz aktyorga. Shu uchun boriga shukr qilib, men roziman boriga o'sha qiynalgan kunlarimga, o'sha fidoyilik qilganlarimga hammasiga roziman bugunga kelib. Zahra opa, qaysi rejissyordan juda keskin tanqid eshitgansiz va dilingiz og'rigan? Rejissyorlardan eshitmaganman. Kasting topshirayotgan paytda. Endi kasting topshirayotgan paytimizda asosan shu talabalik yillarimizda chiroyli qizlarni anaqa qilishardi-da, birinchi o'ringa qo'yishardi. Lekin men ham chiroyli qiz bo'lganman, lekin o'sha ko'zlari katta, nima deysiz, sochlari uzun, mana shunaqa qizlar probaga birinchi bo'lib o'tib ketardi-da. Mening sochim uzun bo'lgan, lekin o'sha darajada bo'lmasdim-da. Mening xarakterni, aktrisaligim ko'zim mana shunda bilinib turardi-da. Shuning uchun geroinalarga ko'proq o'shalar o'tib ketishardi. O'shanda ichimdan o'tib qo'yardim, men chiroyli qiz emasman-da degan narsa o'tgan o'sha paytda. Qaysi rolni olish uchun juda jiddiy harakat qilgansiz? Ammo natija bo'lmagan. Rolni olganman, o'ynaganimdan keyin afsuslanganman. Qaysi rol? Aytsam. Nima uchun afsuslanganim gap rolda emas. Gap boshqa narsada bo'lgan. Afsuslanaman hozirgacha. Xullas, Zamir Begimqulova Bu hayot degan serialni olishib boshladilar. Zahro dedilar, sizni yomon rol bilan tanitganman, keling bitta ijobiy qahramon bering. Siz buni ham o'ynay olasiz, men ishonaman sizga dedilar. Xursand bo'ldim. Rostdan ham bosh rol. Qahramonlarini ichida 4 ta qahramon bo'lsa, bittasi menman-da. Nogiron qiz haqidagi seriallar? Bu hayot seriali. Shu rolda endi hamma professional aktyorlar o'ynashdi, unaqa o'ynashdi. Zo'r bo'ldi. Men ishonsangiz boshida aytishdi, prodyuser ayol kishi edilar. Aytdilar menga. Gonorar unaqa ko'p emas dedilar. Men aytdim, "Ha, bilaman" dedim.
Shu bilan o'ynadik, 22 kun syomkada bo'ldim. Hattoki ishxonamdan ham gap eshitganim uchun u yerda ham o'z xohishim bo'yicha vaqtinchalik ishdan bo'shab turdim. Dublyajlarda ishtirok etdim. Xullas, deyarli 1 oy o'sha serialga o'zimni bag'ishladim. Rostdan ham yaxshi serial bo'ldi. Zo'r serial bo'ldi, birinchi qismi. Birinchi mavsumi yaxshi zo'r bo'ldi. Shu oxirgi dublyaj kunim yanvarida esimda bor. Shu prodyuser kelib menga 500 ming so'm berdilar. Umumiy 1 oylik serial, dublyaj hammasi bilan. Shunda hayron qoldim. Aytdim, mani mehnatim shumi dedim. Ammo sizga boshida aytganman-ku, gonorarimiz ko'p emas. Ko'p emas degansiz, lekin kam demagansiz. Bu meni hattoki 1 oy sarflagan yo'lkiramim tugul bitta kostyum, nechta kostyum olganman bilasizmi o'shanda men. O'zim ijarada yashayman o'sha paytda. O'sha yili olganman keyin uyni. Lekin kostyum olganman, yo'lkira sarflaganman, kechqurun 2 3 deysizmi? O'zim, bolalarim ham o'ynagan, bolalarimni ham olib borganman. Juda mehnatingizni o'ylaysizmi? Mayli yo'lkira, mayli kostyum, mehnatim choy-chaqa bo'lgandi. Qadr yo'q-da, aktyorning qadri yo'q. Men lekin o'sha rol uchun shunaqa mehrimni bag'ishlab o'ynaganmanki, haligi rolimdan butkul boshqacha obrazda chiqay degan. Men o'zim bilaman qanchalik unga fidoyilik qilganimni. O'zim bilaman. Hattoki rejissyorimiz ham bu Zahroning mehnati emas. Unaqa qilmang. Juda ham kam pul bu deb gapirsalar orqamdan. Endi shunaqa yomon gap gapirganlarki, biz xotinlarni bu xotinlarni siz chaqirmasangiz, it chaqirmaydi-yu bularni deyishgan. Bilasizmi qanaqa gap bu? Men necha yil fidoi kasbim uchun fidoilik qilsam, nimalarimdan kechib, qayerlarimdan kechib bu darajaga erishsam, bitta prodyuser kelib, itam kerak emas-u, itga ham kerak emas bu sizdan tashqari degan. It chaqirmaydi-ku bularni degan. Tasavvur qilsin, itga, insonni itga qiyoslasa. Men bu gapni eshitganimdan keyin skverda bo'lgan dublyaj, uyim 40 km tarafda, mana shu tomonda turaman. Yayov kelganman, qish sovuq, yanvar. Sovuq, shunaqa sovuq, menga bilinmagan sovuq. Shunaqa yig'lab kelyapman, endi uyimgacha o'tgan hamma qilganlarim uchun san'atga kirib kelganlarim, qanaqa kirib afsus deganman, birinchi marta hayotimga essiz umrim, essiz shuncha bag'ishlagan umrim bitta insondan shu gapni eshitdimman deganman. 20-yilida adashmasam, 5 yil bo'libdi bu voqeaga. Shunaqa alam qilgan, ruhan shunaqa sinib, chilparchin bo'lib qolganman o'sha payt. Chilparchin. Hech o'zimni yig'ishtirib ola olmayman. Hech qanaqasiga yig'ishtirib ola olmayman. Va san'atdan bo'ldi. Tochka deb o'zimga qaror qildim. Shu serialdan keyin. O'sha paytda aynan boshqa serialda ham bir o'ynaganman, undan pulimni ola olmadim. Yana tekinga yo'lkirangizni beramiz, tekinga o'ynab keting degan telefonlar ham bo'layotdi-da. Mana shu narsalar ham tomchi bo'lib yig'ilayotdi va bu narsa menga shunaqa udar bo'lganki, bo'ldi, tamom. Menga aktyor tekinga suratga tushish kerak. Nega? Operatorga pul to'lashadi. Rejissyorga pul to'lashadi, hammasiga, dekorator hammasiga, texniklargacha pul so'raydi, grimyor, kostyumer. Nega aktyor yo'lkiraga borib kelish kerak? Nega? U mehnat qilmaydimi? Biz har bitta o'ynayotgan rolimiz, yurakdan o'ynayotgan rolimiz qaysidir sog'lig'imizni ketkazayotgan bo'lamiz. Bu o'zimiz bilamiz bu narsani. Ya'ni it chaqirmaydi-ku bularni, siz chaqirmasangiz deydi. Qarang. Yomon alam qilgan. Shunaqa yomon alam. Hayotim bo'ldi dedim, adasiman, yig'ishtirdim. Aktyorlik kasbini tanlamayman, bo'ldi.
yo unaqa qilma, bitta inson endi gapirsa shunaqa qilish kerakmi? Yo'q, bo'ldi, man tugadim, boshqa sohada ketaman. Qaysi sohada ketasan? Bo'ldi endi Zahro, 35 ga kirding, nima soha unaqa ketasan bilmayman, lekin bo'ldi, tochka. Umuman telefonlarni ko'tarmadim, hech kimga javob yozmayman, Telegramdan yozsa ham yozmayman. Men shu darajada to'xtab qoldim. Bir kun to'satdan oradan bir oymi o'tdi, ish qidirib yuribman. Telefon bo'lyapti. Aynan qanaqa ishlar qidirdingiz o'sha paytda? To'g'risini aytay. Somsa xamir qilib sotganman. Atrofdagilarim bilishadi. Yaqinlarimga o'sha somsa xamir qilib, har bittasidan 10 ming so'm qolardi. Shunaqa qilishim. Bu 5 yil avvalgi voqealar. Somsaga yaqinlarimga taklif bildirganman. Shunaqa zo'r gizirlab pishiradi, zo'r deb maqtab ularga qilardim. Ancha yaxshi edi. Lekin shu bir kun telefon qildi, o'zimni shogirdim rejissor bo'libdilar-da, anaqaga. Keyin telefon qildilar-da, Zahro Pasha rol. Yo'q dedim, men rol ijro etmayman hozir desam, iltimos, siz bob zo'r rolda. Yo'q dedim. Otabek, men anaqa bora olmayman dedim. Keyin u dedi, bu dedi, iltimos ustozim, men shu rolga kelib keting, iltimos bitta rol. Bo'pti dedim. Bir kunimga dedim 500 ming so'm berasan dedim. Bo'ldi dedi. Shunday borsam taqdirlarni vallasi ekanda. Borib o'ynadim. Kartamga 500 ming so'm tushirib berishdi. Bilasizmi? O'zgardim, yana qaytdim. 2 kundan keyin yana telefon qilishyapti taqdirlarga. Yana telefon qilishyapti. Unga bunga shu bilan o'zim bilmagan holda yana qaytib qoldim-da. Sizga qaysidir ma'noda motivatsiya berganda bu narsa. Keyin o'ylab qarasam, shu taqdirlar men taqdirimni o'zgartirib yuborgan ekan-da o'sha paytda. Endi o'ylab qarasam. Hozir ham eng qimmat reklamaga chaqirishsa ham, lekin taqdirlarga chaqirishsa, to'xtab turinglar deb taqdirlarni o'ynab kelib, keyin reklamaga boraman. Hozir men o'sha kunchiga yodimda meni. Men baribir anaqa nima deydi, aktyor kasbiga nisbatan kasal bo'lib qolar ekanda. Chunki xo'jayinim aytgandilar, Zahro, hali sen kasal bo'lib qolasan, seni bilaman men. Men senga bering o'sha pulni bor, o'ynaverdirdilar-da. Men yo'q, adasi, hammasi joyida, hammasi zo'r. Mana qilmang deganman. Lekin shu bilan yana bo'lib, yana o'z holimga qaytdim. Lekin Xudoga shukr qilaman. Har bitta oyog'imdan chalgan narsa, har bitta turtkilagan narsa bu hayotimdagi yaxshi kunlar. Bugungi yaxshi kunlarimning sababchisi bo'lsa kerak. Dars bo'ladi insonga. Dars bo'ladi. Zahra opa, boshqa stresslar ham oldingiz. U haqida gapirasizmi, yo'qmi? Gapiraman. Gapirib bo'ldim-ku. Gapirib bo'ldim, keyin gapiraman-de. 2017-yilda ijarada turardik. Charchab ketganman-da, u kvartiradan bu kvartiraga, u kvartiradan. Oxiri bitta uyga gaplashdik-da. Men aytdim, 2 yillik shartnoma qilaylik. Shu 2 yil turaylik, men shu uyingizda ana qilaylik, chiqarib yubormaymiz bizani. Yo'q, bo'ldi dedi. 2 yillik shartnoma qildik. Shartnoma qilib kelib nima qildik, xotirjamizda 2 yil xayriyat 2 yil yashaymiz. 2 yil ichida endi biron nima bo'lar, bironta yaxshi o'zgarish o'zgarar. Oradan hech qancha vaqt o'tmay uyni sotaman deb turib oldi-da, haligi uy egasi. Nimaga biz siz bilan hali 2 yilni yarmini ham o'tkazmadik-ku. Siz bilan 2 yil shartnoma, nimani shartnoma buzishim mumkin deganda. Aslida buzish mumkin emas ekan, biz qonun qoidani bilmaganmiz-da paytda. Endi bu narsa men uchun shunaqa qattiq udar bo'ldi. Endi yana qayerdan bolalarimni bittasini maktabga, bog'chaga joylashtirib qo'yganman deb, mana shu yerdan, mana shu territoriyadan chiqib keta olmayman-da. Endi shunaqa nima qilishimni bilmayman. O'ylagan rejalarim tuzganman, o'sha uyda ozgina epaqaga keltirganman. Turaman 2 yil deb. Uy qidiryapman, yo'q uylar.
umuman uy yo'q atrofimda. Mayli qimmat bo'lsa ham mayli deyapmiz, o'sha ham yo'qda atrofda, o'sha maktab, bog'cha. Chunki men syomkaga ketaman, to'y xizmatlariga ketaman, men uchun maktab, bog'cha yaqin bo'lishi kerak-da. Shunaqa endi uy topolmay, endi bu qistab turibdi-da. Chiqib ketinglar, o'sha men sotib oldim. Har kuni uyimizga anaqa keladi. Sotuvchi, ot oluvchi keladi. Ular hammasi, "Voy, sizlar aktyorlarmi? Sizlar voy shu yerda turasizlarmi?" Hali bizani ijarada turishimizni ko'rib qoladi. Bu men uchun bilasizmi, qanaqa yomon. Juda yomon-da bu. Sizni taniydi, siz aktyor deydi. Shu ijarada turasizlarmi deb ketadi. Siz ko'nglingizga qaramaydi unaqa insonlar. O'sha kun men uchun bir hafta ovqat yemaganman. Mana shuncha narsa o'tmagan. Endi uy egasi qistab o'tiribdi. Ketishim kerak, ikkita bolam bilan qayerga ketaman? Qimmat bo'lsa ham uy yo'q. Qayerga ketaman? Shuncha yukim bilan qayerga boraman degan narsa. Keyin oxiri shu bir kuni xo'jayinim bilan shu urushdik, rosa baqirib urushganimizdan keyin shu to'satdan 4 ta pod'ezd nariyog'idan uy chiqdi ijaraga. Shu o'tib ketdik. Lekin o'sha bir hafta men uchun yomon stress bo'lgan. Men eslayman deb bormagan joyim qolmagan. Bormagan shu yayov u yoqdan bu yoqqa yuraverib o'sha stress qanaqadir ta'sir qilgan men bilaman, chunki kechalar bilan yig'lab chiqardim-da. Kechalari bilan ulab chiqardim. Nega biz bilan shunaqa narsa bo'laveradi deb. Shu keyin oradan vaqt o'tgandan keyin shu qo'limni bir chekkasida oqlar paydo bo'la boshladi. Mana shunday bo'lib hayratda qoldim. Nima bunaqa bo'lyapti deyman. Keyin qarasam u bora kengaydi. Biram tezlik bilan kengayar ekan. Halati bo'lmaydi dedim. Nima bo'lyapti? Mana uyga ko'chib bo'lganman, hammasi yaxshi bo'lgan. 2 oy ichida shunaqa bo'lib ketyapti-da. Keyin endi yuribman, nima qilishimni bilmayman. O'sha menga yetib keldi-da. Men dedim, o'sha men ko'rgan kasallik shekilli dedim. Nomini ham bilmasdim, vitiligo ekanligini bilmaganman. Endi men o'sha yerdagi holatimni tasavvur qiling-da. Bora ko'rinib boryapti. Aktyor borsam syomka maydonchalariga borib, men shunda bekitib yuraman qo'limni. Qo'limga perchatka kiyib yuradigan bo'lib qoldim. Yozgi kuni bo'lsa ham. Perchatka kiyib yuraman. Nima bilan bekitishni bilmayman-da. Hamma gapiraveradi. Onam ko'rib qoldilar, onam yomon his qildilar. Bolam, endi nima qilasan? Bu hamma yoqqa tarqalib ketadigan hamma yaqinlarim, singlim, ukam, hamma yoqdan davo izlaydigan bo'lib ketdi. Xo'jayinim, "Has qilma, bu narsa bo'lsa bo'lar." Ular nabrot menga motivatsiya beradilar. Ularni qanaqa tushunishni bilmasdim. Qanaqa ma'noda gapiryapti ekan, hatto to'g'ri ham tushunmasdim-da. Atrofdagi insonlarni gap so'zlari, maqlari faqat xayolimdan faqat yomon fikrlar keldi-da. Ertaga bu narsa kengayib ketsa, ko'rganman-ku shunaqa odamlarni. O'g'illarim mendan uyaladigan bo'lsa, "Ey Xudo, undan ko'ra jonimni oyoqqa ol jonimni. Men shu chiroyli bo'lib, mana shu ko'rinishda o'tib keta qolay, meni eslashmasin, onamda qachonlardir shu narsa bor edi deb eslashmasin." Xudoga nola qilib chiqadigan bo'lganman. Shunchalik noshukur bo'lganman-da o'sha paytda, anglamaganman bu narsani yomon ekanligini. Kengaygan sari odamlardan qochadigan bo'lganman. Ko'chaga chiqmayman, bekitaveraman, hammadan bekitib. Lekin o'sha bekitish jarayonida nima davo desa olaveraman. Uzugimni sotaman, bo'ldi. Mana o'sha uzugimni sotib kelaman, borib olaveraman. Pul, mana shu topgan pulimni dori, darmon, krem, moshaq ichaverardim. Nima desam, tabobatda nima shunaqa bor ekan, mana shunaqa ichsangiz, qora sedanani ichsangiz nimagadir bo'ldi, uni ham ichaverar, hammasini qilaverardim. Mana shu 1 gram o'zgarsa o'laydi. 1 gram o'zgarmaydi. 2 yil kurashdim. 1 gram kengaysa kengaydi. Orada oshqozonimni kasal qilib oldim. O'tqopim zagit bo'lib, oshqozonda pristuplar bo'lib, o'tqopimni oldirib tashladim. Men shu
shunaqa xulosaga keldimki, bir kuni to'xta dedim. Qachongacha odamlardan bekitib yuraman? Bo'ldi, ko'nikdim. Xudojon bergan anaqangi roziman. Endi o'yladimda, og'ir kasallar ko'rganman atrofimda. Aytdim, men og'ir kasal emasman-ku. Bedavo dardga mubtalo bo'lganim yo'q-ku. Xudo har bir inson nima bilandir sinaydi. Xo'p, meni shu bilan sinagandir. Lekin hech qayerdim og'irmayapti. Hech narsam oyoq qo'lsiz, hech nimasiz qolmadim-ku. To'g'rimi? Dedim, bu o'ladigan kasal emas, u husningni ozgina buzadigan kasallar. Xo'p, odamlar nima deb o'ylasa o'ylayversin dedim. Shu bora o'zimni ruhan davolashga o'tdim bu narsada. Ruhan davolashga. Siz aytmasangiz ko'pchilik bilmas ekan buni. Bekitib yurardim. Bekitib yurardim. Mana aytvaman, internetga chiqarishimga ham sabab nima bo'ldi? Roliklarimizda uyda rolik olardik. Endi uyda ham tonalka surib yurmaysiz-ku qo'lingizda. G'ashingiz keladi, kirga o'xshab qoladi. Qo'lingiz xuddi kir tezroq yuvgis kelib qoladi. Shu roliklarimizni esimdan chiqib o'ynasam, va qo'lingizga nima qilgan, qo'lingizga nima bo'ldi, anaqa savollar berishaverardi. Hech qaysiga xo'jayin javob berma. Javob berma, indamay ahamiyat bermadirlar-da. Keyin bir kun oxiri portladim. Aytdim, yo bo'ldi, hammaga aytaveraman. Nima qilibdi? Uyalmayman-ku. Chunki уже ruhan o'zimni tayyorlab bo'lganman. Ruhan men o'zim Allohga topshirib bo'lganman. Qabul qildingiz, o'zingizni boringizcha. Ha, qabul qildim. Meni yoqmasa shu narsa, mendan ketaversin shu odamlar. Qaramasin menga, yonimda bo'lmasin. Eng muhimi, meni xo'jayinim eng katta motivatsiyani ulardan olganman. Hech nima qilmay, juda chiroyli turibdi. Ahamiyat berma. Eng muhimi, sog'misan? Chiqating og'rimayaptimi? Hammasi zo'r dedi. Insonlar qo'yayotgan rolik qo'yasiz-ku Instagramda. Qo'ysangiz birinchi bo'lib nuqson qidirishni boshlar ekanda. Nimasi bor ekan nuqson? Sizni o'ynayotgan obrazingizga, roligingizga, uni ma'nosiga, mantig'iga nima qaramsiz? Holingiz ham ko'p muhokama bo'ldi. O'zi holimdan boshlandi hammasi. Holimdan boshlandi. Holingizni oldiring. Sugal deyishib boshlashdi. Bu sugal, buni anaqa qilsangiz, keling, men sizga doktor topib beraman, anaqa beraman, mana qilib beraman. Holingiz nima barkashdik. Bunaqa, hattoki shaxsiyatimga tegadigan ham gapirishardi. Eringiz g'ashi kelib qolmaydimi? Oxiri keyin holim bilan ishinglaring bor dedim. Ishlaring bor holim bilan. O'zimga yoqadi. Ha, o'zimga yoqadi. Oldirmayman holim, xohlasang shu dedim bir kun istoriyada. Qarasam, u ham boshqa hayot tarqalib ketdi. Keyin bu narsani bir kuni pardoz qilib o'zimni oldim-da, chunki gapirsam yig'lab borardim. Jonli gapirib bersam, u narsani yig'lab borardim, ichki hissiyotlarim. O'zimni qo'lga oldim-da, aytdim, hammaga aytaman bu narsani. Hamma bilsin, nima qilibdi dedim. Bitta menmanmi bu dunyoda shunaqa kasal bo'lgan dedim. Shu endi nimada aytmoqchi edim? Meni aytmoqchi bo'lgan gapim, stressga tushmanglar, nima hayotda nima voqea bo'lishidan qat'iy nazar. Asorati bo'ladi. Asorati baribir qoladi. Baribir bir yog'izga yo sahr bo'lasiz, yo nimadir bo'lasiz, yo qaysidir mana rakoviy kletkalar ham hattoki o'sha stress va depressiyalardan kelib chiqar ekanda. Uyg'onadi deyishadi. Uyg'onishar ekanda. Shu uchun men aytdimki, hazrat unaqa emasman. Men unaqa emasman. Shunaqa stressga tushmanglar. degan ma'noda chiqarmoqchi edim. Butunlay boshqacha bo'lib ketdi bu. Va bilasizmi nima men uchun nima bo'ldi? Mana shu yelkamdagi og'ir bosib turgan narsa tushib ketdi-da, yengil bo'lib qoldim. Hammadan bekitib, hech kimga aytmay, savol bersa ham javob bermay yurgan narsamdan xalos bo'ldim. Hozir hech qayerda uyalmaydigan bo'ldim. Chunki mana shu holim bo'yicha negativ yozgan insonlar bu borada qo'ygan narsamga hamma men uchun shifo so'radi. Mana shu narsa menga shunday kuch berdi. Ishonasizmi, juda ko'pchilik shifo so'radi. Ham bekitolmay yurgan insonlar bor ekan. Atrofimizda endi paydo bo'lgan, endi nima bo'lgan qizlar, hattoki erkaklar yoshda Danalka dedingiz, nima u dedi? U tanalka u.
tonalka ayollar yuziga suradigan anaqa yuz rangini beruvchi shu qo'lingizga mosini olib hamma mendan maslahat so'raydigan bo'lib ketdi. Bu borada voy rahmat, baraka toping, mana shuni nima qilib bo'lsin bekitob, bekitmang deyishni o'rgandim. Boringizcha qabul qila olsangiz, atrofdagilar ham boringizcha qabul qilishadi. Borimcha qabul. Ha, men shu ilgari tanqid deydimi? Tanqidni ko'tara olmasdim-da. Hozirda ham ozgina bor. Tanqidni ko'tarib, o'shanga ham siqilaveradi. Voy, unaqada rolimni nahotki men yomon o'ynagan bo'lsam, o'zing uchun tahlil qilib qo'ya qol. Keyingisida to'g'rilayman degan yoki anaqa degan, yo e'tibor berma, kim seni tanqid qilyapti? U odam o'zi bitta rol o'ynay oladimi, yo'qmi? Xulosa chiqarmasdan tushunadimi, yo'qmi? Tushunadimi, yo'qmi? Hozir o'zgardim ancha. Mana shu kasalligim meni qanaqadir ruhan davoladi. O'sha jizzakiligimni davoladi. Har narsaga stressga tushaverib, har narsa ko'nglimga olaverib, sog'lig'imni ancha-muncha yo'qotib, reanimatsiyalardan qaytib kelib, hattoki reanimatsiya ham tushib qolganman-da, o'sha 22-yilmidi. Nima uchun? Endi mana shu narsalar ham ta'sir qilaverar ekanda, oshqozonim anaqa bo'lib qolgan. Nima deydi, yarasi yorilganmi? Bitta kasallik bor ekan, hozir eslolmayman. Shu bitta ukol olganman, Kantrikal degan ukol. Olganimdan keyin u anaqa berib yuborgan. Reaksiya berib yuborgan. U 39-40 qilib borar ekanda, isitmangizni sudurga berib yuborar ekanda. Men buni tushunmaganman, o'sha yil COVID yillar edi. Keyin o'sha doktor chaqirsak, yo'q dedi, olib ketamiz buni, isitmasi 40 dedi. Ammo men dedim, men COVID emasman, shomollamaganman, qarang. Desam ham, yo'q, biz isitmasi chiqqandan olib ketishimiz kerak. O'sha Zangetadagi anaqaga bordik. Shu COVID markazi bor edi, o'sha yerga olib borishdi. U ukol 2 marta sudurga berib yuborar ekanda odamga. Yana qaytalanar ekan. Uni nima uchun olgandingiz? Oshqozonimga. Oshqozonim, aytdimmi, oshqozonimni anaqa qilib qo'yganman. Nima deydi, buzib qo'yganman-da. Chunki har bitta yeyotgan narsangizda ham o'sha stress bilan, o'sha anaqa bilan yesangiz, u narsani ham oshqozon og'irlik qiladi. Sezar ekanda. Ham semirib ketdim, ham oshqozonim gastrit, ham bilasizmi, qancha kasallik orttirib yubordim bitta stressni nimasidan. O'zi u ham olar ekanman. Joy ham olar ekanman, mashina ham olar ekanman, hamma narsam bo'lar ekan, lekin mana bu kunni boshqatdan qaytara olmas ekansiz, boshqatdan yashab o'ta olmas ekansiz. Sog'lig'ingizni ham qaytara olasiz. Yo'qotgan sog'liklarimni hech narsamni qaytara olmayman. Qaniydi qaytara olsangiz? Shu o'sha kuni yana qaytalandi, yana ukol qilishyapti. Ukol meni battar reaksiya, u qaltirab, oyoq qo'limni qaltiratib, nafasim yetmayapti. Anaqa kapelninsani qo'yishganda doktorlar ko'rinmadi. O'zlari qo'yishdi, hozir kelamiz deyishdi. Meni yuragim oxirgi nafasim olayotganimni sezib devorlarni urganman. Devorlar yaxshi sezadigan edi. Qo'shinxonadan chota nimadir bo'lyapti mana bu xonaga deb meni reanimatsiya bo'limiga olib kirib ketishgan. O'tdagi holatimni men tasavvur qila olmayman. Reanimatsiyada jon holatda o'sha nimani o'tkazyapman-da, sudurgini. Sezyapman, nimadir doktorlarni ko'ryapman. O'sha hayotimga anaqa bo'ldi. Men yashadim. Men boshqatdan tug'ilganman o'sha reanimatsiyada. 3 kun yotgan bo'lsam, bir kun o'zimga kelmay yotganman, qolgan 2 kun atrofimdagilarni ko'rdim. Bittasi o'lib qoldi. Sezyapman, bular nimaga bunaqa holatda deyman, qattiqligini bilmayman-da. Nimaga bular meni ustimda nimaga kiyim yo'q, kiydirib qo'yinglar desa, hech kim sizni ko'rmaydi, hamma komada bu yoqda desa, menga tepib qoldi, bilasizmi? Men aytdim, men yashashim kerak. Men doktorlarga yalinishni boshladim. Meni olib qolinglar, men yashagim kelyapti. Men yashagimga, voy shunaqa reanimatsiyadagilar shunaqa yaxshi qarashdi o'shanda.
voy palataga olib o'tishyapti kolyaskada, hayotdan shunaqa xursandman yashab qolganimga. O'shanda aytdim, hech narsaga hayotimda hech bir narsa nolimayman. Hech bir narsaga nolimayman. Hammasiga shukr qilaman. Mayli, oqdoqlar o'sha payt masjidgacha kelgandim, men bu yog'imgacha. Mana shularga roziman. Hammasiga roziman deganman. O'shandan keyin hayotim o'zgara boshladi. O'sha menga hayotim. Inson hamma narsaga rozi bo'lish kerak ekanda. Ko'zingizga birinchi navbatda farzandlaringiz ko'rinsa kerak o'sha paytda. Bolalaringiz kichik bolalarim o'sha reanimatsiyada ham xo'jayinimga adasi bolani sizga topshirdim dedim. Adasi mani uni qo'rqitmagin deb SMS yoziladi. Zahra opa, bir gap eshitgandim. Uylanadigan bo'lsangiz nimadirам deb yozgan ekanmisiz? O'shamidi? Qayerda ko'rdim? Siznikini ko'ruvmidim? Uylanadigan bo'lsangiz bolalarimga qarang, amamnaqa ayolga uylaning, siz yozganmidingiz o'shani? Yo'q, men yozmaganman. Yo'q, men hech qachon unaqa demayman. Kimdandir eshitdim o'shani. Yo'q. Yo'q, o'shanda bolalarimni sizga topshirdim deganman-da. Reanimatsiyada. Mani unaqa qo'rqitmagan. Bolalaring o'zing qara kelibdi. Bolalaring men qarolmayman, o'zing kelib qaraysan deganlar o'shanda. Keyin voy xudoga shukr, inson, men shuning uchun ham hammaga aytaman, kim bir tashvishi bo'ladi-yu, hamma narsa o'rtoqlarim arzimaydi, siqilishingga arzimaydi, ko'nglingga olma, stressga tushma, depressiyaga. Men faqat shunaqa aytaman. Xotirjam yengillik bilan o'tkazib borsang, hamma ertaga oyi 15 yora bo'lsa, 15 azob bo'lsa 15 yora bo'ladi. Ertaga yaxshi kun hamma narsaga davo bo'ladi. Har bitta narsaga davo bo'ladi. Faqat mana shu kundan o'tib olsang, hammasi yaxshi bo'ladi deyman hozir o'rtoqlarimga. Chunki men bularni boshidan hammasini o'tkazib bo'ldim-da. Qarang, endi arzimaga ijaraga yurganimga siqilib yurganman-da. Hozirgi yoshlarimiz ham mana shu ijaraga yurgan yoshlarimizga ham aytaman. Shunaqa zo'r kunlar keladi. Shunaqa yaxshi kunlar keladi. Lekin o'sha kunlarni ham sog'inasiz. Yosh bo'lgansiz-da. Yoshligingiz o'tib ketadi. Shunaqa. Tushunarli. 3 ta farzandingiz bor. 3 ta o'g'il. Nasib qilsa yaqin yillarda general qaynona bo'lasiz. Shu. O'g'illaringizni san'atni tanlashi O'g'illarimni istaysizmi, yo'qmi? Agar rostdan iste'dodi bo'lsa, unga intilsa, o'zi intilsa, xohishi bilan intilsa, men jon deb qo'llab-quvvatlayman. Ikkinchi o'g'limda bor. Lekin ko'p sezganim, san'atkorlar farzandlarini shu sohani tanlashini unchalik xohlashmas ekanda. Hozirgilar. Chunki biz qiynaldik, ular ham qiynalmasin. Deyish noto'g'ri ekan aslida. Men ham shunaqa o'ylardim. Bolalarim san'atkor bo'lmaydi. Yaxshi kasb egasi bo'ladi, unaqa bo'ladi, bunaqa bo'ladi deysizda. Lekin hammani rizqini Xudo beradi. Hammani intilsa Xudo yor hamma narsaga. Lekin o'zi intilish kerak. Keyin bora shu narsani sezdim. Rosa iste'dodi ikkinchi o'g'limda bor-da. Hozir katta o'g'limda ham bor aktyorlik. Kichkinada ham bor, hattoki vaylarimizda chiqadi. Agar rosta intilsa, aktyor bo'laman desa, mana shu kitoblarni o'qi, mana shunaqalarni o'qisa, agar o'zi kiraman mana shu institutga, mana shu yerda zo'r bo'laman, zo'r aktyor bo'laman deb rostdan kasbini sevsa, voy jon deb qo'llab-quvvatlayman. Adasi ham shunaqalar. Lekin dadam aktyor, onam ham aktyor. Aktyorlik tanlasam unaqa qiynalmayman, shu ota-onam kirgizib qo'yadi desa, unda men hech qanaqasiga yordam bermayman ularga. Chunki
iste'dodi bo'lmagan uzoqqa bormayapti-da, ko'p ko'ryapmiz-ku, to'g'rimi? 2-3ta rollarni o'ynashadi, boshqa qilishadi, bu yog'iga davom ettirishadi. Harakat qilish kerak-da o'zi. Iste'dodi faqat iste'dod bilan chegaralanib qolish kerak emas. Harakat qilish kerak-da. O'sha intilish kerak kasbga, o'zini ko'rsata olish kerak. O'shandagina zo'rligini, o'sha yaxshi nima deydi, rolni sidqidildan bajarayotganligini ko'rsata olish ham kerak. Hali aktyorligini ichida yashirib, qobiliyatini ichida yashirib, lekin ichi qobiliyatim zo'r deb yursa, unda ham bo'lmaydi. Zahra opa, so'nggi savolim. Zahro Mirzayeva qanday rollarni kutadi? Rollarim. Endi xohlayotgan rollarim birin-ketin o'ynayapman. Faqat qanaqa rol bo'lishidan qat'iy nazar. Yoshimga, darajamga, qobiliyatimga qarab berilsa ham, faqat bir narsani niyat qilaman. Shu 80, 90, 100 yoshlarda ham rol o'ynashni xohlayman. Xarakterni rolmi, u dramatik rolmi, komediyami, janrda umuman menga farqi yo'q. Faqat o'sha rolni o'zimniki qilib olib o'ynasam bo'ldi. Hozir ham qanaqa rolni orzu qilasiz desam, men aytib bera olmayman. Ko'p joyda aytishadi. Kimdir aytadi, shu tarixiy rolni o'ynasam, tarixiy roldagi o'sha Marisni o'ynasam, Bebixonimni o'ynasam, men qanday rolga mosligimni Alloh biladi. Men harakat qilaman. Lekin faqat shu niyatim umrimni oxirigacha shu 80, 90, 100 yoshimda ham shu kampirni o'ynab yursam deyman. O'sha qari kampir, o'sha kinoda o'sha qari kampirni o'ynab yursam deyman. Niyatim shu. Umringiz sog' bo'lsin, sog' bo'ling. Rahmat. O'ylaymanki, o'sha ekranda biz ko'radigan vaynlariga qotib kuladigan yoki telenovellalardagi, seriallardagi salbiy rollarni ko'radigan Zahro Mirzayevani qaysidir ma'noda inson sifatida, ona sifatida, turmush o'rtoq sifatida oz bo'lsa-da biz ocha oldik va muxlislaringizni siz bilan yaqindan tanishtira oldik deb o'ylaymiz. Chunki biz ko'ramiz, aktrisa chiroyli rollar o'ynaydi, sahna ortida ko'ramiz, ularga havas qilib qaraymiz. Ko'pchilik shunday, lekin uni mashaqqatini bilmaymiz. Biz biladiganimiz o'sha Zahro Mirzayevani ham o'ziga yarasha tarixi bor. O'z-o'zidan bugungi kunga mayli ozmi, ko'pmi, qanday natijaga erishgan bo'lishingizdan qat'iy nazar, o'shanga ham mashaqqat bilan erishgansiz. Xuddi shunaqa. Bundan keyinlari ham shunaqa. Umringiz uzoq bo'lsin. Farzandlaringizni baxtiga sog' bo'ling. Agar muxlislarga tilaklaringiz bo'lsa, marhamat. Muxlislarimiz, iloyim sog' bo'ling. Yurtimiz tinch bo'lsin. Eng avvalo, men hamisha birinchi duoyim yurtimiz tinch bo'lsin deyman. Bizni ko'rib turgan aziz muxlislarimiz, sog' bo'ling, omadli bo'ling. Baxtli bo'lib yashang, boriga shukr qiladigan inson bo'lib yashang. Hayot yo'lingizda qanday mashaqqatlar, diniy mashaqqatlar, sinovlar bo'lishidan qat'iy nazar yaxshi kun borligiga umid qilib yashang. Sizlarga faqat yaxshilikni tilab qolaman va ko'p rollarni sizlarga taqdim etish niyati bilan yuraman. Rahmat. Salomat bo'ling. Xush kelibsiz yana. Rahmat. Rahmat, Zahra opa. Mazza qildim.